Hech qachon bolaga antibiotik berishdan oldin instruksiyani o'qimay bermang. Hamisha uni dozasi bolangizni vazniga to'g'ri kelishi kerak. To'g'ri eshitdingiz, bolani asosan vazniga moslab antibiotiklar beriladi. Ko'pincha qo'l uchida, gap uchida yoshiga nisbatan aytib yuborishi mumkin. Lekin kimnidir bolasi 5 yoshida 15 kilo, kimnidir bolasi 4 yoshida 18 kilo yoki kimnikidir 11 kilo. Mana shu vazn o'ynaydi. Bolalarning hammasi yoshiga nisbatan aytganda organizmi bir-biriga o'xshamaydi. Shuning uchun ham bunday preparatlar tanani vazniga nisbatan beriladi. Demak, sizni bolangiz o'tgan yil 13 kilo bo'lsa, bu yil 17 yoki 16 kilo bo'lgan bo'lsa, o'tgan yilgi dozada bersangiz yaxshi ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Yoki bolangiz oxirgi paytlarda bo'yi cho'zib ozgan bo'lsa, uni kilosi 3 kilo yoki 5 kiloga kamaygan bo'lsa, bu ham ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning uchun hamisha antibiotik berishdan oldin grafik stolbiklarda yozilgan bo'ladi. Falon kiloga falon, falon kiloga falon deb ana shunga qarab aniq dozalarda bering. Ko'p holatlarda vrachlar ham bunga e'tibor bermasdan kuniga 3 mahal shu 3 qoshiqdan bering yoki sirop bo'lsa misol uchun yoki tabletka bo'lsa kuniga 3 mahal yarim tabletkadan deb yuborishi mumkin. Aniqlik kiriting. To'xtang. Buni tabletkasida qancha doza bor? Yoki siropni har bir torttirgan 5 millisida qancha doza bor? Bolamni organizmi falon kilo. Yo'riqnomasida nima deb tavsiya qilingan? Shularni aniq uchida, shularni aniq ipidan ignasigacha vrachdan yoki farmakolog sotayotgan paytda o'sha odamdan ham yana bir bor aniqlik kiriting. Undan keyin o'zingiz preparatni yo'riqnoma instruksiyasiga qarab yaxshilab bo'ladigan nojo'ya ta'sirlari, qaysi firma ishlab chiqargan, e'tibor bilan vaqt ajratib o'qib tanishib chiqing. Doktor Ischanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.